Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Bugun biz 2026 yilgi Chevrolet Corvette haqida batafsil ma'lumot beramiz. Ushbu avtomobil Amerika sport avtomobillari tarixidagi eng mashhur nomlardan biri bo'lib, 2026 yilgi Corvette o'zining kuchli dizayni, yuqori texnologiyalari va ajoyib haydash imkoniyatlari bilan e'tiborni tortadi. 2026 Chevrolet Corvette bu oddiy sport avtomobili emas, balki yuqori unumdorlik, an'anaviy muhandislik va kundalik foydalanish qulayligini birlashtirgan avtomobildir. Hozirgi avlod Corvette S platformasi bilan dvigatelni avtomobilning old qismidan markaziy orqa qismiga ko'chirgan va bu avtomobilning og'irlik taqsimotini yaxshilashga yordam beradi. Natijada Corvette burilishlarda yanada barqaror, tezlanishda esa yanada ishonchli bo'lishi mumkin. Tashqi ko'rinishidan boshlasak, 2026 Corvette juda agressiv va aerodinamik dizaynga ega. Past kuzov, keng havo kirish kanallari, keskin chiziqlar va sport ruhidagi LED faralar avtomobilga juda zamonaviy ko'rinish beradi. Orqa qismdagi to'rtta egzoz chiqishi Corvette'ning kuchli xarakterini yanada ta'kidlaydi. Turli komplektatsiyalarga qarab kuzov dizayni, aerodinamik elementlar, g'ildiraklar va boshqa tashqi detallar farq qilishi mumkin. 2026 yilgi Corvette oilasida Stingray, E-Ray, Nin 6 va Zamir Peak kabi yuqori unumdor versiyalar mavjud. Stingray kundalik foydalanish va kuchli sport xarakteri o'rtasida muvozanatni taklif qiladi. E-Ray esa Corvette tarixidagi muhim yangiliklardan biri bo'lib, gibrid texnologiya va elektr yuritmani yuqori unumdorlik bilan birlashtiradi. Nin 6 yanada sportiv xarakterga ega bo'lib, yuqori aylanishli V8 dvigateli bilan ajralib turadi. Eng yuqori darajadagi Zerbin esa Corvette oilasining eng ekstremal modellaridan biri hisoblanadi va katta quvvat hamda trekka yo'naltirilgan imkoniyatlarni taklif qiladi. Stingray versiyasida 2 litrli LT2 V8 dvigateli ishlatiladi. Ushbu dvigatel markaziy orqa joylashuvi bilan avtomobilga kuchli tezlanish va yaxshi muvozanat beradi. Dvigatel 8 pog'onali 2 muftali avtomatik uzatmalar qutisi bilan ishlaydi. Corvette'ning kuchli tomoni shundaki, u yuqori tezlikdagi sport avtomobili bo'lish bilan birga kundalik haydash uchun ham nisbatan qulay bo'lishga harakat qiladi. 2026 Corvette E-Ray esa elektr motor yordamida to'liq tortish tizimining afzalliklarini taqdim etadi. Gibrid tizim tezlanish vaqtida qo'shimcha quvvat berishi va yo'l bilan yaxshi ilashishga yordam berishi mumkin. Bu model Corvette'ning an'anaviy V8 xarakterini zamonaviy elektr texnologiyasi bilan birlashtiradi. Z6 modeli esa haqiqiy sport avtomobili ishqibozlari uchun yaratilgan. U 5 litrli atmosfera V8 dvigatelidan foydalanadi va yuqori aylanishlarda ishlashga mo'ljallangan. Nin 6 kengroq kuzov, kuchliroq tormozlar, sport shinalari va trekka moslashtirilgan aerodinamik imkoniyatlari bilan Stingraydan farq qiladi. Zephyr esa Corvette oilasining eng kuchli variantlaridan biri sifatida tanilgan. Uning 5 litrli 2 turbinali V2 dvigateli juda katta quvvat ishlab chiqaradi. Zerbin yuqori tezlik, kuchli tezlanish va trekdagi maksimum samaradorlikka yo'naltirilgan. Ayrim konfiguratsiyalarda aerodinamik paketlar avtomobilga yuqori tezlikda qo'shimcha barqarorlik berishga yordam beradi. Ichki salonda 2026 Corvette sport avtomobiliga xos kokpit uslubini taklif qiladi. Haydovchiga yo'naltirilgan boshqaruv elementlari, raqamli displeylar va zamonaviy multimedia tizimi avtomobilni texnologik jihatdan boyitadi. Materiallar va jihozlar tanlangan komplektatsiyaga qarab farq qiladi. Sport o'rindiqlari haydovchi va yo'lovchini tezkor burilishlarda yaxshi ushlab turishga yordam beradi. Corvette'ning yana bir muhim afzalligi uning amaliy tomonlari. Dvigatelning markaziy orqa joylashuviga qaramay, avtomobil old va orqa yukxonalarga ega bo'lib, sport avtomobili uchun nisbatan yaxshi yuk tashish imkoniyatini beradi. Shu sababli Corvette faqat dam olish kunlari haydash uchun emas, balki kundalik foydalanish uchun ham qiziqarli variant bo'lishi mumkin. Xavfsizlik va haydovchiga yordam beruvchi texnologiyalar ham zamonaviy Corvette'ning muhim qismlaridan biridir. Komplektatsiyaga qarab turli haydovchiga yordam tizimlari, kamera va sensorlar, parkovka yordamchilari hamda boshqa elektron funksiyalar mavjud bo'lishi mumkin. Biroq Corvette'ning asosiy maqsadi haydovchiga faol va zavqli boshqaruv tajribasini taqdim etish. Narx masalasida 2026 Chevrolet Corvette'ning qiymati tanlangan versiyaga qarab keskin farq qiladi.
Stingray odatda Corvette oilasining kirish darajasidagi modeli bo'lsa, E-Ray ZM6 va ayniqsa ZR1 yuqori narx segmentiga kiradi. Qo'shimcha paketlar, karbon tolali qismlar, maxsus g'ildiraklar, sport o'rindiqlari va boshqa opsiyalar umumiy narxini sezilarli oshirishi mumkin. Shuning uchun xarid qilishdan oldin rasmiy Chevrolet ma'lumotlari va mahalliy bozor narxlarini tekshirish muhim. Xulosa qilib aytganda, 2026 Chevrolet Corvette Amerika sport avtomobillari dunyosidagi eng qiziqarli modellardan biridir. Uning markaziy orqa dvigatel joylashuvi, kuchli V8 motorlari, zamonaviy texnologiyalari, agressiv dizayni va turli unumdorlik darajalariga ega versiyalari uni sport avtomobili segmentida juda jozibador qiladi. Stingray kundalik haydash va sport xarakterini uyg'unlashtirsa, E-Ray gibrid texnologiyani olib kiradi. Gil 6 trekka yaginroq tajriba beradi. Zamdar 1 esa maksimal quvvat va tezlikni istaganlar uchun mo'ljallangan. Agar sizga kuchli, zamonaviy va o'ziga xos Amerika sport avtomobili kerak bo'lsa, 2026 Chevrolet Corvette albatta e'tiborga loyiq modeldir. Sizga Corvette'ning qaysi versiyasi ko'proq yoqadi? Stingray, E-Ray, Zegin 6 yoki ZR1? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon for daily updates.